Assalomu alaykum hurmatli televizor ko'ruvchilar. Uyg'ur televiziyasining kundalik xabarlarini ko'rishingizni qarshi olamiz. Uyg'ur kishilik huquq siyosati qonun loyihasi Amerika Kengash palatasida ma'qullikdan o'tdi. Xitoy o'qituvchilar Uyg'ur sabiylarini qutqizib qolayli dedi. Bahamada 2500 kishi yo'qolib ketdi. Uyg'urlarning an'anaviy turmush detallaridan tugman. Tövəndə diqqətinizlər xəbərlərimizin təfsili məzmunlarında bolsun. 11 sentyabr günü Amerika Kengash palatasida 178 numaralı Uyghur kişilik hukuk kanun layihəsini ma'qullığanlığı bildirildi. Palata a'zosi Rubio və Menendezlər bu haqda birlikdə e'lon qilgan bayonotida mazkur qonun Xitoyning Uyg'urlar qartilgan bostirish harakatining oldini olishda muhim ahamiyatga ekanligini bildirib, bu qonun loyihasi mustabid Xitoy hukumatining atalmish Xinjiang Uyg'ur avtonom rayonida ko'lamlashtirgan dahshatli kishilik huquq tafsandchiligi, jumladan 3 milliondan ortiq Uyg'ur va boshqa musulmon xalqlarni tutib turish lagerlari qamash qilmishiga qarshi turishdagi muhim qadam bo'lganligi, Beijing doiralari Amerika fuqarolari va Amerikada mangulik turish ruxsati olgan kishilar qaratgan tahdidlarga taqobil turishda muhim ahamiyatga ega ekanligi bildirilgan. Palata a'zosi Rubio Amerika hukumati Xitoy Kompartiyasining Xinjiangdagi sistemalik va ashaddiy kishilik huquq tafsandchiligi va balki insoniyatga qarshi jinoyatlarni xeli burunli javobgarlik tortish kerak edi degan. Mazkur qonun yana Amerika yuqori darajalik amaldorlarini qatnashish rag'batlantirib, butkul dunyo miqyosida Magnitskiy qonuni va munosabatlik cheklamalarni amaliylashtirish, butun dunyo miqyosida xalqaro diniy erkinlik qonun loyihasini amaliylashtirish, Savdo ministerligi eksport mollarining eng oxirgi xaridoriga qarata cheklama qo'yish va o'z ixtiyorligi bilan sonliq ma'lumot ombir qurish qatorliqlarni o'z ichiga olgan. Erkin Asiya radiosi xabari. Zimiston jurnalining muxbirlari Sharq Turkistonda xizmat qilayotgan 4 Xitoy o'qituvchi bilan suhbatlashib, Xitoy hukumatining Uyg'ur tili va madaniyatini qanday vayron qilayotganligi, Uyg'ur yoshlarini ro'y jihatdan qanday qiynayotganligi haqidagi tafsilotlarga ega bo'lgan. Xitoy o'qituvchilarining bildirishicha, Uyg'ur tili hozir maktablardagi eng asosli hujum nishoni bo'lmoqda ekan. Jang familiyalik o'qituvchining bildirishicha, o'z ishlayotgan boshlang'ich maktab o'tgan yildan buyon maktab tavasida Uyg'urcha gap qilganlarni ma'lum qilishni yo'l qo'ygan. Hamda har bir o'qituvchiga 10 dan o'quvchini ma'lum qilish vazifasini topshirgan. U bu vaqtda to'xtalib, maktab mudirining cho'ng yig'inlarda hukumatning ishini yap turib, yana Uyg'ur so'zlash naq 200lik bo'ladi deb ta'kidlaganligi. Uyg'ur o'qituvchilarining iztirob va tashvishga to'lgan chiroyini ko'rsa, ich serilib ketadiganligini degan. U bir eg'iz Uyg'ur so'zlab salgan bir o'qituvchining Xitoycha o'rganish sinfiga avatilganligini, o'qituvchisiga Uyg'ur so'z qilgan bir o'quvchining jazo uchun "Men o'rtoq tilda so'zlayman" degan xatni 4000 qatim yozishga buyurilganligini aytib bergan. O'tir maktabda ishlaydigan yana bir Xitoy o'qituvchining bildirishicha, hozir butkul o'tir maktablardagi barliq Uyg'urcha kitoblar ko'zdan yo'qotilgan. Har qanday diniy mazmun, jumladan oy yulduz, masjid degandek rasmlar kirgizilgan kitoblar omma oldida ko'ydirib tashlangan. O'quvchilar bo'lsa uylarida cheklangan kitoblarning bor yo'qligi haqida doim so'rilib turdi ekan. Yaqında yerlik hukumat buyruq tushirib, diniy mazmunlar aralashib qolgan izop masalalari, Krim cho'chaklari deganlarni tanqidlashni talab qilgan. O'qituvchilar bo'lsa har hafta dars kitobda tushirilgan suiqasd temasidagi hujjatli filmni ko'rish orqali o'lim jazosiga yoki muddatsiz qamoqqa hukm qilingan Sattar Savud qatorliq bir turkum Uyg'ur ziyolilarining darslik kitobni o'zgartirib tuzish orqali atalmish tarixni burmalash, aksil inqilob ideyalarini tarqitish suiqasdi bilan shug'ullanishidan savoq oladi ekan. O'tir maktabning yana bir o'qituvchisi hozir har qaysi joylardagi maktablarda o'qituvchilarga ma'rif idorasidan atalmish o'qituvchilar qo'llanmasi taqib berilganligi, buning muqovasiga maxfiy degan belgining besilganligini, o'qituvchilarning normalsiz xiyolda bo'lgan o'quvchilarning ahvoli, ularning ota-onalarining lagerga elib ketilishidagi sabablar, bu o'quvchilarning boshqa tuqqanlarining ahvoli qatorliqlardan doimlik ma'lumot to'plab, noyilik ma'rif idorasiga topshirdiganligini so'zlab bergan. Onun bildirishicha maktablar pat-patla lagerdagilarning bolalarini ota-onasi xat yozishga tashkillaydigan bo'lib, bu xatlarda bolalar ota-onasini hukumatdan va kompartiyadan minnatdor bo'lishga da'vat qiladi ekan. Bir o'quvchi bu vaqtda uningdan ota-onam tutib ketildi. Ularning qachon qaytib kelishini bilmayman. Shundaq turibliq men nima uchun kompartiyaga rahmat aytaman deb so'raganda, u nima deyishini bilmay turib qolgan. Bu Xitoy o'qituvchilar mushkil xildagi ahvollarni umumlashtirib, Uyg'ur o'quvchilarning inson bardoshlik berolmagidek ruhiy besimlarga duch kelayotganligini, shunga qo'lidan kelgan hamma kishining Uyg'ur sabiylarini qutqizishga otlanishini alohida ta'kidlagan. Bahamaga og'ir ta'sir ko'rsatgan Dorian qo'yini ofati sababidan 2500 kishining hozirgacha izlari yo'qligi bildirildi. Bahama jiddiy xizmat atirti Dorian qo'yini oldin qaптida 5-kategoriyada Bahamalarni vayron qilgan bo'lib, 2500 dan ortiq kishining hozirgacha xabari yo'q ekan. Aloqador mas'ullar qo'yin ofatida o'lganlar sonining 50 kishiga yetganligini, biroq nurg'un kishining izlari yo'qligini, bu vajdan o'lganlar sonining eshib ketishidan andish qilayotganligini, yo'qolib ketgan 2500 kishidan ba'zilarining ma'lum yerlarda panohlanayotgan bo'lishi va tekshirish tamomlangandan keyin bu sonning tuvallishi mumkinligini, qo'yin ofati eng og'ir ta'sir ko'rsatgan ikki oroldan hozir qadar 5000 kishining boshqa joylarga o'tkazilganligini, taxminan 7000 kishining o'tkazilishini kutib turayotganligini bildirgan.
Birleşken Devletler Teşkilatı Bahamalarga ziyanni aniqlash uchun tekshirish atirtayotgan bo'lib, 70 ming kishining jiddiy yordamga muhtoj ekanligini e'lon qildi. Bu qatimqi Dorian qo'yin ofati rayon tarixida ko'rilgan eng cho'ng qo'yin ofati deb qayd qilindi. Tugman odatda yog'och taqoq, ko'yla, yog'och nur ya'ni qo'ch, qo'g'ach, g'ulva, aqta ya'ni laylangu, chaqpalak, tosh ya'ni ostin tosh, ustun tosh, ulluq, sugan, chanoq, shumak, qisqa shumak, chiqildirg'ish, tangshigich, qo'parg'u qatorliq asosiy bo'laklardan tuziladi. Tugman suning oz ko'pligiga qarab bir toshliq tugman, ikki toshliq tugman, hatto 5-10 toshliq tugman deb turlarga bo'linadi. Kishilar odatda yo'g'on yog'ochdan nur chepib, ko'yli beshini puxta qilib nurni bekitadi. Ondan keyin g'ulvini taxtay bilan qiladi. Tugmanning ostin teshini g'ulvining ustiga qo'yib, choqni g'ulviga akirib, aqtining beshiga, erkak turumning beshiga choqpalakni soladi. Ondan shumakni ostin toshning ostidan ustiga chiqaradi. Ondan shumakning ustiga choqni qo'yib, ustini toshdan yapadi. Choqning bo'y temirga parkarni silib, bir odam g'ulvining ichiga kirib choqni o'rgilitadi. Shuningdek keyin ulluq, yon taxt qatorliqlarni bekitadi. Ondan usti toshni o'qning ustiga qo'yib, bir odam g'ulviga kirib, tugmanni bir qancha qatim cho'rgiltib sinab baqadi. Chatoq bo'lmasa sugan, chanoq, chiqildirg'ish qatorliqlarni bekitadi. Shunda qilib tugmanning barliq tayyorliqlari bitgan bo'ladi. Tugman bitgandan keyin tugman egisi xayrli kundan birini tanlab, biror qo'yni o'ltirib qon qilib, masjid jamoatini chaqirib nazir berib, yangi tugman ishlarining yurishib ketishini va barakatli bo'lishini tilab, ko'pchilikning duosini olgandan keyin suganga o'gitni qo'yib, suvni qo'yib beradi. Shuning bilan on tortilishga boshlaydi. Xabarlarimizni ko'rganingizga rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh. Allohga omonat.